kavrak qanday qilib mana shuncha kasalliklarga davo bo'ladi. Kavrak. Siz kavrak haqida bilarmidingiz? Sizni qanaqadir muammolar bo'layotgan bo'lsa salomatligingiz bo'yicha, endi kavrak haqida sizga ko'pgina bo'lgan tavsiyalarni aytib o'taman. Demak, kavrak va uning gullaridan, tanasidan, barglaridan, yelimidan olinadigan shifobaxsh damlamalar qanday kasalliklarga davo bo'ladi? Marhamat, tanishib o'tamiz. Kavrak bosh og'riq, asab, uyqusizlik, quloq shang'illashi, quloqdagi og'riqlar, quloqdagi har xil oqadigan moddalar, burun kasalliklari, tish og'riqlarida eng asosiy bosh mezon bo'lib xizmat qiladi. Buni davolashda ishtirok etadi. Endi bundan tashqari kavrak, suyak bo'g'in kasalliklarida, osteoxondroz, ayniqsa hozir ko'paygan koks artroz, artrit hamda artroz kabi juda ko'pgina bo'lgan suyak yemirilishi kasalliklariga taalluqli bo'lgan kasalliklarni aytib o'tamanki, davolashda eng muhim vosita hisoblanadi. Bundan tashqari kavrakning virusli va infeksion kasalliklarda, zamburug'larda, ayniqsa gijjalarni haqiqiy qanaqa turda bo'lishidan qat'iy nazar gijjalarni yo'q qilishda eng yaxshi dori vositasi hisoblanadi. Bu dorivor o'simlik, bundan tashqari o't dimlanishi, o't qiyshayishi kabi kasalliklarda, o't tosh kabi kasalliklarda, jigar yog' bosganda, gepatozda, oshqozon yarasi, oshqozon osti bezi kasalliklarida, ayniqsa bu sahr bilan og'riyotgan bemorlarda juda ham qo'l keladi. Oyoq qo'llarning uyushib qolishi va oyoq qo'llarning sovqatishi kasalliklarida, yuqori nafas yo'llari, o'pka kasalliklari, o'pkaning barcha kasallik turlarida, bronxitda, astmada yoki qizil o'ngach yallig'lanishi kasalliklarida ham ishlatiladi. Yurak kasalliklarida stenokardiya, miokard infarktlari bo'ladimi? Barcha turli kasalliklarda, hatto insultlarda ham davo sifatida qo'llanib kelinadi. Bundan tashqari har xil o'sma kasalliklarda, mastitda, kista, miyoma, eroziya yoki boshqa har xil o'sma kasalliklarda, qalqonsimon bez kasalligida, ya'ni bo'qoq kasalligida ishlatiladi. Erkaklardagi bo'ladigan prostata muammolarida, prostata adenomasi, prostatit kasalliklarida va barcha teri kasalliklarida keng qo'llanadi. O'zbekistonimizning barcha hududlarida, cho'lli, tog'li, ko'l atroflarida, daryo bo'ylarida ham topish mumkin bo'lgan o'simlik. Shifobaxsh o'simliklar qatoridagi eng zo'r sulton giyohlardan desak ham adashmaymiz. Bizga murojaat qilsangiz qanday iste'mol qilishingizni o'rgatamiz. O'zingizga kerakli bo'ladigan, qanday ichish kerak, qancha miqdorda ichish kerak, bularni batafsil sizga keyingi videolarimizda tushuntirib o'tamiz. Hozircha salomat bo'linglar.